Endi esa yo'l qurilishidagi yangi loyihalar haqida so'z yuritamiz. Mutaxassislarimiz tomonidan ishlab chiqilgan polimer asosidagi asfalt ilk bor xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'lida qo'llanildi. Xo'sh, uning qanday iqtisodiy samaradorligi bor? An'anaviy qoplamalardan nimasi bilan farq qiladi? Muxbirimiz tayyorlagan lavha orqali mana shu haqida bilib olamiz. Ayni vaqtda biz turgan Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining 5 kilometr qismi mahalliy olimlarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan polimer asosidagi yangi asfalt yotqizildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, u 2 barobardan ko'proq xizmat qiladi, ya'ni odatiy asfalt 5 yilgacha xizmat qilsa, bu yangi qoplama 12 yilgacha kafolatlangan. Polimer asosidagi asfalt beton qoplamalari hozirda jahon va mintaqaviy yo'l qurilishida keng qo'llanilmoqda. Sababi bunday qoplama yuqori mustahkamlik, elastiklik, issiq haroratlarda deformatsiyaga chidamlilik hamda uzoq xizmat muddati bilan an'anaviy asfaltga nisbatan ustunlik qiladi. Shu bilan birga iqtisodiy samaradorligi ham yuqori. Har tonna asfalt ishlab chiqarishda qariyb 70 ming so'm mablag' tejaladi. Prezidentimizning ilm-fan, innovatsiyalar sohasida berayotgan e'tiborlari, ilmiy muhit, erkin muhit yaratilishi hisobida biz olimlar mahalliy xomashyolar asosida, bazalt tolasi asosida dispers mustahkamlovchi polimer yaratdik. Bu mahalliy polimerimiz Avtomobil yo'llari qo'mitasining ilmiy tadqiqot instituti laboratoriyasi va Bazalt O'zbekiston korxonasi olimlari hamkorligida yaratildi. Bu polimerimizning farqli tomonlari shundaki, bu issiq haroratda qoplamalarda plastik deformatsiyalar yuzaga keladi. O'sha plastik deformatsiyalarni kamaytirishga xizmat qiladi va sovuq haroratda yorug' bardoshliligini keskin ravishda kamaytiradi. Betonlarimizning xizmat ko'rsatish muddatini, ta'mirlash muddatini 12 yil, qurish va rekonstruksiya muddatini 24 yil etib belgilash imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Yangi polimer mahsuloti endilikda mahalliy bozorda ham ishlab chiqarilmoqda. Bu esa nafaqat import o'rnini bosuvchi mahsulot ulushini oshiradi, balki ichki bozorda sifatli va hamyonbop mahsulotlar taklifini kengaytiradi. Bu turdagi mahsulotlar to'liq xorijdan import qilib kelinardi va iqtisodiy tahlil qilganimizda ushbu obyekt misolida har bir tonna asfalt betonimizni bir tonnasida 50 ming so'mdan 70 ming so'mgacha iqtisodiy samaradorlikka erishishimiz mumkinligi aniqlandi. Ikkinchi jihatdan biz import o'rnini bosuvchi mahalliy mahsulot yaratdik va bu borada ham boshqa xorij mahsulotlari bilan raqobat muhitini yaratyapmiz va bu iqtisodiyotimiz uchun juda katta samara keltiradi. Mahalliy ishlab chiqarilgan yangi polimer qorishma bo'yicha ilk partiyaning sotuvi muvaffaqiyatli boshlandi. Bo'lganda ham muhim ahamiyatga ega xalqaro magistral qurilishida qo'llanilmoqda. A373 avtomobil yo'lining 45-50 kilometr oralig'i. Bu yo'limiz harakat jadalligi yuqori, birmuncha murakkab iqlim hisoblanadi va biz 5 kilometr yo'lda taxminan 6000 tonna chaqtosh mastikal asfalt betonni qo'llab ko'rdik. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kelgusida mamlakat bo'ylab amalga oshiriladigan yana ko'plab yo'l qurilishi va rekonstruksiya loyihalarida aynan mahalliy ishlab chiqarilgan polimer asosidagi asfalt qoplamalaridan foydalanish rejalashtirilgan. Bu yo'llarning xizmat muddatini uzaytirish bilan birga qurilish xarajatlarini kamaytirish va mahalliy sanoatni qo'llab-quvvatlashga ham xizmat qiladi. Siz Fakt 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 telekanalidan yiroqlashmang deymiz. Salomat bo'ling.